Assalomu alaykum. Siz uchun kanalining obunachilari va YouTube tomoshabinlari. Yana siz va sizning xonadoningiz uchun foydali ma'lumot berishda davom etamiz. Bu safargi ma'lumotlarimiz ya'ni bo'yoqlar, travertin, atacentolar va demutsiyalar haqida bo'ladi. Do'stlar, bu videoni tanishingizga bemalol jo'natishingiz mumkin. Foydali ma'lumot bo'ladi. Albatta qurilish qilayotgan insonlar uchun foydali video chiqarishda davom etamiz. Do'stlar, sizlar eng yaxshiga munosibsizlar. Bizdan uzoqlashmang. Videomizga bittadan like bosing. Kommentariyada o'z taklif va fikrlaringizni qoldiring, biz uchun muhim. Manzilimiz Namangan shahar Lolajahon bozori B blokda joylashgan. Telefon raqamlariga bemalol aloqaga chiqib, lokatsiyasini olishingiz mumkin. Do'stlar, hammasi siz va sizning xonadoningiz uchun bo'ladi. Bizdan uzoqlashmay, ma'lumot berishda davom etamiz. Xo'p, bo'lsa birinchidan boshlaymiz. 115 oq ekan, aka. Bularni haqida ma'lumotlar beraman, aka. 115 bu yaxshi kraska, oqligi juda kuchli, yaltirashlari, rangi ajratishlari, rang qo'shsangiz juda yaxshi. Xohlagan rangga keltirsa bo'ladi. Keltirsangiz hidi yo'q, bu hidi kamroq. Boshqa kraskalarga qaraganda. Mana unisi sal boshqacharoq. Zangor yonidagi pastdagi arzonrog'i, masalan, tevasidagi kvadratiga qarab, buniki sal ozroq kvadrat beradi, oqligida ma'lum miqdor farqi bo'ladi. Bu budjetni narxi desak bu arzonroq varianti, bu ozgina blistash sal kamroq, yaltirashi. Asosan nimalarga ishlatsa bo'ladi bularni? Asosan tashqi eshik derazalarga, masalan, profildan qilyapti-ku, surtok. Shunaqa joylarga ishlatsangiz, bu issiqqa sovuqqa chidamli ham, yomg'irga, yog'ochga, temirga ishlatsa bo'ladi. Temir ishlab ketaveradi, universal. Mana pastdaginimizchi? Pastdaginisi krasniy korishniy palovoy, bu qizg'ichroq palovoy. Mana tevada yonda turgani bu o'sha qadimgi jo'lt korishniy palovoylardan. Mana bularmi? Qadimgi jo'lt korishniy palovoylardan. Sifati zo'r, yaltirashlari boshqasiga do'kon tomonidan o'zi rasmiy garantiyasi ham bor bu kraskalarning. Zavod tomonidan ham garantiyasi bor. Ya'ni Numix brendi yaxshi, ishonchga kiritgan brendlardan. Xo'p, endi bu yerda Weberlarimiz ham bor. Weber kraskalarni o'zi odamlar biladi. Bular ham zo'r kraska, katta zavod. Premium oq bilan yonidagi shkolatnisi ish derazalarga qilibdi, ko'pchilik so'qirlarga cho'kon rang deydi. Ya'ni tayyor holatda. Tayyor rang. Xo'p, bu tomonda Hayot brendiga tegishli. Bu Hayot chuqur ustalarning qalbidan joy olgan kraska bu. Juda zo'r sifati, boshqasi, u maqtash shart emas. Ya'ni ustakalar juda yaxshi bilishadi. Hayot desa o'zi biladi. Ya'ni bu o'zi 3 kiloli oq ekan, bular. 3 kilo, taridan tashqari 3 kiloda. Bu kraska mandagi hammasi. Xo'p, narx qolib ketib qoldi. Xo'p, bunimizning narxi necha chiqadi? Bunimizning narxi $10 bo'ladi. Endi so'mga aytadigan bo'lsa, 122 ming so'm qilib beramiz. Ustalarga alohida bonuslari bo'ladi. Hop, kursga chaqilgan bo'lsa, vaqtiga qarab narx o'zgarish ehtimoli bor. Hozir bu syomka qilgan vaqtimizdagi narx haqida ketdi, do'stlar. Hop, bunimizcha sal ozrog'i. Bunimizning narxi 76 ming so'm. So'mda 76 ming so'm. Hop, ba'da mana Weberlarimizning narxi 116 ming so'm. 116 ming so'm. Hayotlarimiz 117,5 ming so'm. 117 so'm. Xo'p, do'stlar, mana bu Numix'ga katalogi bor ekan. Ya'ni bu rang xohlagan o'zingizga ma'qul rangda tayyorlasa bo'laveradi, do'stlar. Ozgina rang qo'shib, bo'yoq qo'shib tayyorlasa bo'ladi. Xo'p, do'stlar, bularimiz tayyor shablon desak ham bo'lar ekan. Bu Atacento deydi, Desire deydi, Jemshuk deydi. Har xil narsasi bor. Juda keng assortiment. Bu tarafda Hammer metalik kraskasi, bu katalogi. Mana do'stlar, bu darvozalarga qiladigan tomir bo'lib chiqadi. Uni orqasini aylantirsangiz ham bo'ladi, orqasida ham bor. Orqasidagi haqiqiy Divu metalik. O'zingizga ma'qul rangni bemalol tanlab olasiz. Xo'p, do'stlar, mana pastda travertinlarimiz ham bor ekan. Travertinlar bor. Xo'p, bularimiz travertinlarimiz har xil svetdan bor. Bular 8 kvadratdan 15 kvadratgacha yetadi. Sababi 15 kvadrat sepishga, pulzatorda ustalar sepyapti, 15 kvadratga yetadi. Mana 25 kiloligi o'sha kvadratni beradi. Oqini chaqlasangiz ham bo'ladi. Endi uni chaqlashni ustalar o'zi tushunadi. Qanaqa chaqlashni. Bular
Xo'p, narxi 95 ming so'm. 10 taga plus bitta bonusi bor. Ya'ni katta partiyada olaman deganlarga Ha. bonus Farqi yo'q. 10 ta olsa bitta qo'shib beramiz. necha xil rangni qilsa bo'ladi? Rangi 12 xil rangi bor. 12 xil rangni topib. Aslamni o'zi ketgan 12 xil rangi bor. Bu soni bu tomondan bor ekan. Hop, o'zi buni 25 kilo ekan. Yana bundan 25 kichikroqlari bormi? Yo'q, faqat 20. Faqat 25 kilolik. Hop, do'stlar, bu yerda vademusalarimiz bor ekan. Mana do'stlar, Hayot brendiga tegishlilari ham bor ekan, boshqa brendga tegishlilari ham bor ekan. Mana Hayot necha pul chiqadi? Hop, bunisi 290 ming so'm qilib beramiz. Mo'yishisi, u birinchisida turgan qizil etiketka bilan ko'k etiketka, u fasadniy mo'yishi deydi. Birinchisi. Ha. Birinchisi, ikkinchisi 20 kilo, narxi bir xil. Mana uchinchisidagisi arzonroq u. Unisi ichkariga ishlaydi. Ya'ni xona ichlari uchun Ha. buncha 193 ming so'm qilib beramiz. 20 kiloliga. 20 kilosi. To'g'risida 10 kilolilar ham bor ekan, ammo bu ozroq yaradiganlarga qulari narxi chiqadi. 10 kilolik, 4 kiloliklari ham bor. Bu emulsa bor, bu juda Havas. havaski, haqiqiy mo'yishi, bu to'kilgan joyi bor, haliga jaydari qilib tushuntirganingizda qo'lga ham Firolari chiqmaydi. juda zo'r ekan. Bu emulsamiz 320 ming so'm turadi. 20 kilo. 20 kiloliga. Ham tashqi, ham ichki ishlar. Bosimga juda ham Bo'limi kuchli. do'stlar, 10 kilogrammiga ham bor ekan. Joy kichikroq insonlar uchun. Hop, mana TV'dagilar. TV'dagilar o'sha attachment, jemshik degan narsalar, bitana kontakt degan narsa bor, 4 kilolik emulsiyalar bor. Bular necha puldan chiqadi? Endi Safari degani bor, 40 dollardan. Endi biz ko'proq qog'ozga gapiramiz. 40 dollar so'mga hisoblaganda 488 ming so'mga to'g'ri keladi. Endi 3 xil brenddagiz bor. Masalan, 90 dollarligi bor, 85 dollar, 65 dollarligi bor. Nimasi farqi? Gruntovka. Do'stlar, bu tomondan gruntovkalar ham bor ekan. Shaydan toplaslar, xudo xolasa, kraska, bo'yoqqa tegishi nima kerak bo'lsa, xudo xolasa shaydan topish imkoniyati bor ekan. Cho'tkalar, shpatellar, bu tomonda esa valilar ham bor ekan do'stlar. Telefon raqamini qoldirib qo'yamiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.